Hop, yashil stekerdan 2000 so'laganmiz. Hop, bundan birinchisi moy simni bulaganmiz. Zamok qismini moy simni bulab olganmiz. Mana birinchisini boshidan rasmda ham qo'llanmada ko'rsatilgan. Pastidan start stop knopkani simni bulaganmiz bu yerdan. Hop, keyin signal simni bulaganmiz. AUX. Mana uchinchisi mana signal simni mana AUX. Bu hop, bu uchta steker chiqib ketdi. Uchalasini aytdim, 4 ta simni aytdim, qasam ulanganini. Hop, pastdan mana simimizda tormoz hozirgi o'sha 5 volt tormoz kirish bu endi. Ha, jigarrangisidan hech narsa ulamadik. Hop, yashildan ko'proq narsa ulaganmiz. Mana yashilda mana simimizda mana tormoz ulangan, yashil chiqish bu. Yashilda chiqish ulangan. Hop, yashilda bu chiqish, pоворот anaqa ulangan bu. Eshu knopka shu yerdan ulangan, qora diod qo'yib, eshu knopka ulangan. Mana ichkarida ochayotgan knopkami? Ha, o'sha mana ikkita sim bo'ladi. Bittasi uchta orqa eshuniki bo'ladi, bittasi gilamli eshuniki bo'ladi. Tekshirib olasiz yo'qmi? Eshik. Ha, eshik tegishga ham bo'ladi. Hop, yana nima simlangan bu yerda? Hop. Buni xolis hammasini aytdim. Hop, buni mana stekerimizda, push stekerimizda pоворotli ulangan. Buni ham pоворotli qora diod bilan olasiz, alohida qilib. O'sha rasmda ko'rsatilgan, qaysi joydaligi ko'rsatilgan. Hop, mana bunda ham mana. Bundan bagaj knopka, bagaj ochish ulab olasiz mana. Qora stekerdan ko'k qismga bagaj ochish priz chiqadi. Bagaj ochish zapasli qo'y. Pramo. Ha, misol uchun akuni o'sha aytdim, hali tushuntirdim. Ha, ochadi. Hali tushuntirgan narsa. Eshu knopkani ko'k stekerdan ulab olganmiz. Bagaj knopkani degani, eshu bagaj knopkani ko'k stekerdan ulaganmiz. Uni ham joyi ko'rsatilgan. Uni ham qora diod bilan ulash kerak objektni. Ha. Bo'ldi. Tez gapirdim, tushunib olasiz, xudo xohlasa. Inshaalloh tushunib olaman. Onyxga ham shunaqa bir xilmi yo boshqacharoqmi? Onyxga ham bir xil shunaqa. Steker ranglarigacha bir xil. Ha, men platangizni u yog'ini bash platan sotgan odamdan qo'llanmasini olishingiz kerak bo'ladi. Chunki hamma plata har xil bo'ladi. Hozir buni tushuntirsam, ertaga siz adashib ketishingiz mumkin. Bo'ldi. Platan xudo xolasa Hikmatulloda olamiz-da. Bo'ldi. Sunnatulloh degan bola beradi bizga o'zi. Har xil chiqarib olasiz-da. Ha.